Joriy yilning 2-4 kunlari an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan 4-Respublika yoshlar forumi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi tizimidagi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti va uning filiallarida ta'lim olayotgan minglab yoshlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida jam bo'ladi. Forum doirasida an'anaviy Respublika fan olimpiadasi, milliy qadriyatlar sayli, non sayli, sumalak sayli va turli ko'rik-tanlovlar, sportning shaxmat turi bo'yicha qo'mita raisi kubogi, stol tennisi bo'yicha rektor kubogi, talabalarning ilmiy innovatsion startap loyihalari tanlovi, zakovat intellektual o'yini, debatlar va munozaralar bularning barchasi siz uchun. Forum so'ngida har jabhada faol bo'lib g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar munosib taqdirlanadi. Sohaga ilmiy yondashuv tashkil etish hamda malakali kadrlar tayyorlash uchun veterinariya instituti tashkil etish vaqt soati keldi deb hisoblayman. Aziz farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonni poydevori, 3-Renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni. Barchangizga bir yil ichida mana shu zaryadni shu chiroyli o'tkazib 4-yoshlar forumida kutib qolamiz.